Homila jinsi o'g'il bola, 33 haftalik, 3 ta qizlari bor. 4-homila, homilador juda ham xursand. Homilada hammasi yaxshi, lekin homila son suyagi 2-3 haftaga orqaroqda. Homila buyraklarida pielektaziya aniqladik. Buni sizlarga ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin, bu homilaning buyragi. Homilaning buyragida shu qor erib turgan joyi bu siydik, ya'ni siydik dimlanib turibdi. Ikkala pochkasida ham pielektaziya bor. Homiladorga kuzatuvni tavsiya qildik. Albatta tug'ilgandan keyin bu bolani ko'rish tavsiya qildik. Chunki agar bu o'zgarmasa, detiska urolog nazoratda turishi kerak. Agar bu narsa yo'qoladigan bo'lsa, hech narsa lechena qilinmaydi. Albatta niyat qilish kerak. Bu bemorni yoshi 41 yoshda, hech qanday lechena qilmagan. Allohga tavakkul qilgan 41 yoshda oxirgi farzand o'g'il bola inshaalloh.